Xullas qarindoshlar, lavash xamirini suvga botirib, skоворodkada 1 rop piyoz, qiyma va jo'xorini yaxshilab aralashtirib qovurib olib, qaymoq bilan siram solish kerak ekan. Aynan mana shu tayyor bo'lgan massani lavash xamiriga mdem qilib, duxovkaning idishiga terib chiqib, ustidan sir solib duxovkada pishirib oladigan bo'lsak, bay bo'lar ekan. O'xsharmikan-a? Deb turib, aynan mana shu retseptni sirrasi sinab ko'rishni boshladim qarindoshlar. Bitta idishga suv solib, lavash xamirini botirib olib, bismillah deb lavash xamirini o'rtasidan kesayotgan paytim, endi hamma narsa ham ideal bo'lmaydi-yu qarindoshlar. Mana shunaqa yirtilib ketib qolsa bo'ladimi? Qiymani videoda qanaqa ko'rsatilgan bo'lsa, xuddi o'shanaqa qilib qovurib oldim. Bay shunaqangi buni ko'rib ishtaham ochilishni boshladi. Voy qarindoshlar, chin bozor do'konim bo'la turib, duxovka idishni bir-biridan chiroylilarini sota turib, oshxonamda dumaloq duxovka idishim yo'qligini mana endi bildim deydi. Ichi qiymali bo'lgan somsalarimiz ustidan ayyamasdan sir soldim qarindoshlar. Ana uni ko'rinishi, mazasiga yanada maza qo'shilishi uchun sirni ustidan ko'katlarni solib chiqdim qarindoshlar va aynan mana shu janavarni duxovkada 20 minutga pishishga jo'natib yubordim. Eslatib o'taman qarindoshlar, duxovka idishdan tortib to perexvatgacha hammasi chin bozor do'konimda nihoyat tayyor bo'ldi. Buni ishtaha ochar bo'lib tayyor bo'lganini qarasanglar qarindoshlar, bay. Shunaqangi yegim kelyapti. Ana sizlarga retsept, mana sizlarga retsept. To'g'ri sentinglar qarindoshlar. Mana shu ishtaha ochar videoyimni soat nechida ko'ryapsiz? Kommentariyada yozib keting. Bismillah deb degustation qilish